Hozir Azam aka 7 talab bitirib Allohdan so'raganman. Yaxshi niyatda. Menga yaxshi niyatda deb bo'lsa, ishini bor-u. Har yo'liga bitiraman. Nikin yo'q. Suyagi katta variantdan so'ragan akalarimizga tashab qolamiz. Akalar, xudo xolasa, qo'ylagimda baho bering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz hurmatli obunachilari. Azamjon menga bunaqa yemga tayyor so'liqda bunaqa elita o'z tulanmon variantlardan chiqaring degan akalarimizga bugun o'ta maxsus video bo'ladi. Akalar, xudo xolasa videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosing. Kommentda bomba qilib turing akalar. Bunaqa suyagi katta, yirik so'liq olaman degan akalarimizga xudo xolasa o'ta bugun maxsus video bo'ladi. Akalar, xudo xolasa o'sha kanalimizda bir oydan beri yo'qib ketgan o'sha qalpoqli bolani qo'y fermalayapmiz. Akalar, xudo xolasa nima deydi? Videoni oxirigacha ko'ring. O'sha bir 200 boshga yaqin so'liqda zo'rlari chiqadi, bunaqa suyali kattalar chiqadi. Hafta kuniga akalar, bugun bozor 2025-yil 29-iyun. Akalar, xudo xolasa nima deydi? Videomizni oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa maynaqa katta partiya so'liqda zo'rlari kelgan. Yo'qsa bunaqa elitalar. Yo'qsa o'sha qalpoqli bolani o'zlari. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Azam aka kelar. Qalpoqli bola qalaysiz? Yaxshimisizlar? Obunachilar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qalpoqli bola ishini boshladi. Men bilmayman, men chiqmay ketdim YouTube'ga. Nima olib ketyapti YouTube'ga? Men bugun so'liq qo'yaman ishonaman Azam aka. Narxi bo'ladi. Nada, kunlar ham isib ketyapti. Sizlar bitta salqin uyda o'tirib, bittadan like bosib qo'yinglar. Like ni bosamiz akalar. O'sha gapim hali ham gap, meni gapim ketmaydi. 600 ta like yig'amiz. Shayda 3 ta so'liq o'raman. Sen chiqqaniga javob qalpoqli bola bitta gap. 600 ta like. 600 ta like 3 ta so'liq o'raman. Bonus. Bitta gap gapiradi. Joningiz sog' bo'lsin akalar, mana xudo xolasa bunaqa yirik yemga tayyor suyagi katta variantdan bo'lsa degan akalarimizga dilesa qilib tarqatib qo'ying akalar. Mana uni qarang, vey. Asl hisorini mana akalar. Mashalloh, oldini qarang akalar, qo'yiladi. Mana oldidan ko'rsataylik. Mana ularni qarang. O'ta xo'ra, xudo xolasa suyagiga qarang akalar. Kichkina, bachkana qo'ylar emas. Mashalloh, Azbek. Qalpoqli bola no'mradin derdim-ku. Qalpoqli bola bitta chiqadi, YouTube'ga ham o'sha portlatib ketadi. Vey. Endi xudo xolasa 2-3 kunda bittadan video qilib turamiz, chanoq. Obunachilarimiz o'zi his qiladi. Qalpoqli bola chiqdi, o'zi nafsindi dedi-yu. Bo'ldi. Bundaqa tozalaridan mana akalar. Narxi 3 million ustida bo'lsa, qalpoqli bola sen yirkamassan deb qo'ysiz. Pastida bo'ladi. Ancha pastida. Joningiz sog' bo'lsin akalar. Bundan qo'y nima deydi? O'ta go'zallar. Arzonlar, men qarang akalar. De baho bering. Boshqa yerlarda ham qo'yib solishtiring. Qo'yda suyagi bilan farqi bor dedi. Qo'yda suyagi katta. Mashalloh. Qo'yar dedi. Tasi 3 ta mikta bor. Tasi bor, to'g'ri. Mana tasi 3 ta mikta tasi bor, to'g'ri. Qolgan qo'ylar hamma standart. Standart. Bir xil. Mo'z akalar, qarang. Haydan 68 dona soni. Hop. Hop, akam shu yerda hozir hammasi 200 ta so'liq bor, qisir so'liq bor. 200 ta. 200 dona so'liq. Xudo xolasa. Surishadi, xudo xolasa. Mana akalar. Mashalloh. Hozir uyimdan ketishsin kelib. Xolasa kelib ko'ring akalar, bundaqa hammasini toniga baho bering. Elita so'liqdan baho bering. Elitasini olib boqing. Buni qo'ylar akalar, nima deydi? 60 kilolik, 50 kilolik bo'ladi. Dangal bo'ladi deydi, mana uni qarang. Mashalloh. Juda ham yuras qo'ylari ushab. Azbek. Joy ikki oyda qo'y tayyor bo'ladi. Hozir ishoning, qalpoqli bo'lsa yomonsan deb shu qo'yni olib qo'yib. 3 oydan keyin otangga rahmat deb bas bo'ldi, men o'shasini ursam bo'ladi. Bo'ldi gap akalar, xudo xolasa Azbek. Qo'ylar hammasi zo'r. Yoshlari qanaqa, nechtadan tuqqan so'liqlar? 6 ta. 6 tadan, 3 tadan tuqqan so'liqlar. 3 tadan so'liqlar. Qo'ylar xudo xolasa hammasi yosh azamak. Qari emas, u tishi yo'q. Qo'ylar bor-ku. Bitta ochishsin. Bemalol. Kelib, ko'rib, Azbek lakasi tisha beramiz. Bemalol. Xotirjam aka. Uyimda akpista ham aka ish bitadi. Qalpoqli bola qaytdi o'zi bilmayman. Qalpoqli bola no'mradin. Xudo xolasa akalar, haqiqatan qalpoqli bola no'mradin deb yozib ketish esdan chiqmasin. Bundaqa elita so'liq olamiz degan akalarimizga suyagi katta deydi. Mo' qarang. Mashalloh. Qardozini berib chiqarsangiz aka 3,5 million 36 olaveradi. To'g'rimi, to'g'ri? Oladi. Azbek, siz nima dedik? Qalpoqli bola deb tanilgansa, xudo xolasa o'sha arzon qo'yiladi. Haqiqatan siz tanishadi obunachilarimiz. Xudo xolasa Azbek bunday gapda
Buni kimdir 4 ta olay, kimdir 5 ta olay. Sharoitga qarab-da. Xohlasa bitta olsin. Xohlasa optimga olsin. Tirs. Tirsim ikkinchikin yo'q. Ikkinchikini yo'q akalar. Bemalol kelib, ko'rib, yoqtirganingizni oling. Lakasa, bakasa tashib beradilar, xudo xolasa. Bemalol keling, qo'ylar xudo xolasa yana sirob. Dangal sirob akalar, xudo xolasa bir joyga olib. Mo' qarang, uzunligini ham qarang akalar. Mashalloh, haqiqatan akalar. Lekin tuya. Uni qarang. Lekin akalar nima deydi? Xudo xolasa ko'p yerda qo'y yuribmiz akalar, xudo xolasa. Suyagiga qarang deydi, suyagi katta, yirik. Bundaqa ko'p yerga solishtirib olavering akalar. Realni gap deydi, ko'p yerga solishtiring, qo'ylar xudo xolasa suyagi katta. O'sha men kafil deydi, xudo xolasa suyagi men hech qayerda bunday qo'y chiqarganim yo'q edi. Mana birinchi marta mana suyagi katta qo'y chiqaryapman. Dangal o'zi obunachilarimiz ham haqiqatan rost ekan, suyagi katta ekan deb yozib ketishsin obunachilar. Dangal deydi-yu. Bu qarang simjun mana aka. Qo'ylar ko'p simjun ekan, ko'p simjun ekan. To'g'ri gap. Mana akalar. Sizga aytyapman aka. 3 ta 2 ta ta'sir bor qo'ydi ichida. To'g'ri gap tuqqaningga yamaydi o'zi. To'g'ri gap. Dangal deydi. Qo'ylar o'zi standart aka bir xila. O'zbek. Narxi bo'ldi tamom. Bir joyga. Yengil. Ha. Kel. Bunday gap turib 68 ta qo'ying bor ekan, 29.5 dan oldim deyshadi. Tamam, sotildi. Joningiz sog' bo'lsin. 3 millionni pastida. 29 dan olishadi. 28.5. Ha joningiz sog' bo'lsin. Ey! Qalpali bola nomeradi. 800 ming so'm, 2.850 ming so'mdan oyda yerda bo'lmaganlar. Bundan bari qalpali bola chiqadi, narxlasini. Tanlab olishsa-chi? Tanlab olsin. 3 million so'mdan aytib tushsin kelib. Aniqmi? Ikkinchikin yo'q. Ha joningiz sog' bo'lsin akalar. Mana 4 million, 4,5 million chiqadi. Poshki solishtiring, dangal deydi-yu. Solishtiring, bitta men yetsam to'g'ri kelmaydi. Subashvoy bilan solishtiring. Bunda qaylar akalar mana 4,5 million. Birinchi menga hamma YouTube ko'rsin, keyin kelsin, oxiri kelsin. Narxi o'ta arzon bo'lsa olishsin. Arzon ekan deb keyin yo'q. Hasbek eshittiring, degan. Haligi kelib turib 3 milliondan bir 20 ta 10 ta tanlab olsa, yo unda 3 million bundan beralmi degan men o'zim eshitdim. Obunachilarimiz menga telefon qilishdi. 3 milliondan xohlasa bitta olsin, xohlasa 30 ta olsin. Xohlasa Qalpali bola nomeradin. 68 dan 2.850 ming so'm otanga rama deysin, sotildi. Ha joningiz sog' bo'lsin akalar, lekin shoshiling. Sifatlari zo'r ekan. 3 oyda tayyor bo'ladi qo'ylar. Dastlabkasi Aka, xudo xolasa borli bo'yiga istaklansa, qayergacha? Samarqandgacha. Mana akalar. Platni Samarqandga. Bemalol aloqa chiqing. Siz o'ylagan narxlardan o'ta arzon bo'lsa, like bosib bomba qo'ying akalar. Xudo xolos. 50 ta dedi, telefon qiling, 4 ta, 5 ta bitta olamiz degan obunachilarimiz. Mana akalar. Uchoqlari bor, janovorlar. Uchoqlar. O qara. Asllaridan. O'zamaga aptaqta video qilingan yo'q, to'g'ri tushuninglar. Xalqimda holati bilan chiqyapti qo'ylar. U aptaqda bo'lsa yaltiraveradi. Aptaqda bo'lsa bu qo'ylar oltin qo'ylar ketadi. U 3 milliondan chiqarsa men olib kilo bo'ldi deyishadi. Xohlasam uyimga kela olib, xohlasa olib borib beraman aka. Qalpali bola nomeradin. O. Hozir endi 6 ta olaman men Azbekcham tasroqdan chiqarib bersa 26 dan beraman. O'zingiz chiqa tanlab bersangiz, nechta chiqadi ichidan? 6 ta chiqarib beraman. 7 ta ham chiqmaydi. Hasidan chiqarib beraman. 7 ta ham chiqmaydi lekin. 8 ta chiqaraman. Ha joningiz sog' bo'lsin akalar, lekin shoshiling. Tirs deydi, lekin o'ta arzon deydi, xudo xolasa. Lekin nima deydi? 8 tadan ko'p chiqmaydi akalar. Dangal deydi. 8 tadan ko'p chiqmaydi, qolgani lekin akalar hammasi yirik so'liqlar. Tirs like deb bosavering, xudo xolasa. Bundaqa 50 ta so'liqni zo'rlar deydi. Shoshilamiz deydi, mo'ng qarang. Mashalloh. Akalar mo'ng qarang. Tirs like deb bosavering. Voy qalpali bola. Telefon qilishsin. Bolasi shahar yo'liga bitadi. 9 ta ham chiqmaydi lekin. Voy 8 ta chiqmaydi o'zi, 3-4 ta basi. 3-4 ta. Asosan 3-4 tayim. Hali qalpali bola bugun chiqibdi deb 8 taqa beraman men. Joningiz sog' bo'lsin akalar, xudo xolasa qalpali bola. Haqiqatan men o'zi ko'rdim akalar, nima deydi? Bayda chiqsa 2 ta bitta bas bor. Mana akalar. U yoq mana bitta 2 ta 3 ta chiqishi mumkin. Mana. Mana shu uchalasi bas bo'lsin. Qolganda solishtiring akalar, mana. Qolgani bir xil qo'yladi. Standart bir xil. Ta'si bo'lsa olishmas aka, va shu 3 tadan boshqa ta'si bo'lsa olishmasin qo'y.
Qisqasi Azbek, imdagi biz obunachilarimiz ko'p dagarda 2 million 850 mingdan hammasi bir joyda ketaveradi. Ketaveramiz, ikkinchi kun. Joning sog' bo'lsin akalar, lekin shoshiling. Iloji bo'lsa uyimga kela olsin qo'ydi aka. Tirs laykni bosib bomba qilib qo'ying. Azbek Borib ham beraman aka. mana akalar. Tekin aka. Bo'ldi, layk. Dastavkasiga aka 1 million pul qo'shib berasiz, u gaplar aytilmaydi. 68 tane Bir joyga. Bola jo'nat. Sendan dagari chiqmadi, men hozirgacha qaradim Mashazam jon kanalni. 68 tane men olaman uka, jo'nat deysin, jo'natib beraman. Bo'ldi gap akalar, lekin shoshilavering. Qo'ylarga bitta e'tibor bering, kichkina qo'ylarmi. Qo'yladi. Sifat zo'r, udor, hamma yo'g'i oyoq qo'li Katta, yirik sovliqlar deydi akalar. Azbek, bugunga shularmi endi? Bugunga shularmi endi? Nari nima deydi? Bor, aka. Yana bor. Yana bor. Bo'ldi gap akalar, xudo xolasa biz nima deydi? Oxirgacha kuzatib turing, yo'masam biz keyingi partiyalarni boshlayverdi akalar. Mana. Mashalloh. Ta'sir bo'lsa olishmasin qo'ylar. Zo'r Bo'ldi. qo'ylardan qarang. Mana akalar. Video qilingan yo'qda. Hammasi bitta ketyapti qo'ylar. Bo'ldi gap akalar, yo'masam biz keyingi partiyalar. Tamom akalar. Yo'masam biz keyingi partiyalarimizga bundaqa o'sha arzonidan bormi degan akalarimizga mana akalar, o'sha qalpoqli bolaga arzon variantlari ham bor akalar. Bundaqa chiroyli qo'zini sifatlari bor deydi akalar. Buni qarang. Mashalloh. Qalpoqli bola. Azam aka, boru. Kambag'alni bilmayman, lekin deqqanni ham bo'y qo'yaradi. Deqqanni ham bo'y qo'yaradi. Mana akalar. Mashalloh. To'sin oldini akalar, qo'ylarni qarang. 8 bosh aka, bir dona erkagi bor juda. Erkagi ham ona. Cho'k qo'chqor. Qolgani sog'liq akalar. Qo'y qilib olamiz degan oshtog'alarimizga xudo xolasa. 3 oylik atrofida qo'zilar aka. Mana akalar. Mashalloh. 3 oila atrofidagi qo'zini sifatli. Tovuqni ham narxda olib ketadi. Aniqa Ikkinchi yo'q. narxi bo'l tamom. Narximi? Bitta gapiring tamom. 1 million 900 ming so'mdan. Ikkinchi kun yo'q. Otangga rahmat 8 tani yapga qalpoqli bola. YouTube qidiryapman, uka sendan arzon chiqmayapti deb bittadan like bosib qo'ysa 1 million 900 ming so'mdan bitta. Joningiz sog' bo'lsin akalar, lekin shoshiling. Bundaqa arzani qayerda degan akalarimizga yana bitta gap. To'sin. Qalpoqli bola nomeradin deb like bosib ketasiz, xudo xolasa. Mana akalar. Mana qarang. Tirs like bosib qo'ying. Mashqozda 22-23 chiqyapti, to'g'rimi aka? Tirs. 1 million 900 ming so'mdan xudo 1 xolasa. million 900 ming so'mdan olasiz. Qulay, o'ta arzon deydi, xudo xolasa shoshiling. Qimmatmi aka? Agar to'g'riga balandroq olsangiz o'tadi. Yo'q, lekin bundan arzon bo'lsa o'g'irlab kelgan odam, to'sin. O'g'irlab kelgan odam ham bermaydi deydi, xudo xolasa shoshiling, tirs. Odam aka 2 milliondan qo'yar. Bo'ldi. Gap yo'q akalar, lekin shoshiling. Tirs. 900 ming so'mdan olsin, qalpoqli bola otangga rahmat deb qo'ysa aka. Bo'ldi. Bugunga shular Azbek. Bugunga shular, xudo xolasa bundan bag'ra qalpoqli bola chiqadi endi YouTube'ga. Bo'ldi, gap yo'q akalar, lekin shoshilavering. Bugunga shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.